Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugun 5-noyabr 2025-yil. Sizlar bilan yig'ilishimizdan maqsad bizlar mana Milliy bank BFMda mavjud bo'lgan bizlardagi kredit turlarini sizlarga tanishtirib, agar lozim darajada sizlar ma'qul topsalaringiz, o'sha turdagi kreditlar bo'yicha bizlarga murojaat qilsalaringiz, bizlarda mavjud bo'lgan kredit turlarini sizlarga amaliy yordam berib, o'sha sizlarning nima deydi, mushkullaringizni oson qilib, o'sha bu 18 oy tashkil qiladi. Ustuna sotib olish yoki asosiy vosita sotib olish bo'ladigan bo'lsa, bu 5 yilgacha muddatga ajratiladi. Bundan tashqari mana bu bitiruvchi kurs talabalarimizga ham imtiyozli kreditlarimiz mavjud. Bu 18% stavkada beriladi. Bu ham o'sha muddatiga qarab kreditlarimiz bor. Buni ham muddati o'sha farq qilib, bu ham imtiyozli kredit hisoblanib 18% tashkil qiladi. Mana shu kredit turlari bo'yicha sizlarda qanaqa bir